Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Ko'pincha insonlar kitob o'qishni nihoyat yaxshi ko'radi. Har xil kitoblarni o'qishga qiziqadi. O'qigan kitoblarida nurg'un voqealar, bilimlar va uchurlarga erishadi. Lekin bu kitoblardagi ma'lumotlarning to'g'ri yoki xatoligini bilib bo'lolmaydi. Chunki ba'zi kitoblar haqiqatan tadqiqotchilarning tirishchanlik natijasida erishilgan bilimlar bo'lsa-mu, ya'ni ba'zi kitoblar o'qirmanni jalb qilish uchun yolg'on sabsatlarni o'ttirg'a qo'ygan bo'lishi mumkin. Ammo yuqorida aytilgan shubhalardan xoli, Qur'ondan qolsa birinchi o'rinda turadigan butun islom olimlari ishonchligi haqida birlikka kelgan bir kitob bor. Bugun sizlarga tunishtirmoqchi bo'lgan o kitob Sahihul Buxoriydir. Sahihul Buxoriy mashhur hadis olimi, hadis ilmida hadis illatlarining doktori, Amirul Mu'minin deb nom olgan muhaddislar sardori Imom Buxoriy. Hijriya 194-yildan 256-yilgacha, milodiya 810-yildan 870-yilgacha yashagan. Imom Buxoriyning Sahihul Buxoriy nomi bilan mashhur. Eng ishonchli ikki sahih hadislar to'plami bo'lgan Sahihaynning birinchisi Al-Jami'us Sahih. Al-Jami'ul Musnadis Sahihul Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alayhi ve sellem ve sunanihi ve ayyamihi. Cimi alimlar Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'den kalsa en sahih kitap Sahihayn. Sahihaynning en sahihi Sahihul Buxoriy ikinligida birde qarashli bo'lgan. Imom Buxoriy 16 yilda Hijriya 216-yildan 232-yilgacha, milodiya 831-yildan 846-yilgacha tamomlagan bu kitobida aqida, ahkam, tafsir, tarix, jihad, adab, qoida va fazilatlarga aloqador eng sahih hadislarni 600 mingga yaqin hadisdan suzib to'plagan. Imom Buxoriy bu kitobiga tanlagan sahih hadislarga qattiq shartlarni qo'ygan va har bir hadis uchun 2 rakat namoz o'qib, istixora qilib, hadisning sahihligini jazm qilgandan keyin ondan uni kitobiga kirgizgan. Uningdagi sanadlik hadislarning soni takrorlarni hisoblamaganda 2602, takrorlar bilan 7563, jam'i sanadliklari 9082. Ba'zi joyda sanadlik kelgan bo'lsa-mu, umum muallaqatlari sanadsizlari 1341. Faqat sanadsizlari 159 hadis bo'lib, jam'i 98 bo'lim, 3450 babga bo'lingan. Qarindoshlar, kitobni mushunchalik tunishtirib o'taman. Men anlagandan bir ko'rgan a'la. Qurbi yetgan qarindoshlarimizning bu kitobdan yaxshi foydalanishini umid qilaman va texmi ko'p yangi kitoblar bilan qisqacha tunishib chiqishni xohlasangiz, bu qanotimizga ergashib qo'yishingizni hamda qarindoshlaringizga tavsiya qilishni unutmasligingizni so'raymiz. Rahmat. Allohga omonat.